Assalomu alaykum Mototos kanali obunachilari. Yangiliklarni mana shu super bombasini qilamiz. Ya'ni arzon narxda, suv tekin narxda, sifati zo'r bo'lgan, original bo'lgan shurportlarni bugungi narxlarda suv tekin narxlarda ko'rsatamiz. Ya'ni manzilimizni so'raganlarga videoni oxirigacha manzillarimizni tushuntirib o'tamiz. Videomiz yoqsa like, podpisatsiyani bosib qo'yasiz. Hali boshladik. Ikkitalik super naborimizdan kelgan originali, ya'ni xuddi o'shanday molotok funksiyasi bor shurportimizni yangilangan variant qo'ygan. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas, nimasi bor? Ya'ni bolgarkasi bor, shurport bor. Ko'pchilik mijozlarimiz shunaqasi yo'qmi deb so'raganlarga mana keldi. Ikkita batareyka, bolgarka, shurport, bolgarkasi ham kichkina, ixchamgina. O'zi komplektda disklari ham beriladi. Mana disklari ham bor. Ikkita temir kesadigan disk, xohlaganlar uchun bitta mana devol kesadigan disk bor. Ya'ni alohida sotuvda desalar ham ularni ham topib beramiz. Buni narxini so'raganlarga narxi bor yo'g'i 450 ming so'm, 800 ming, 900 ming so'm sotilgan shurport 450 ming so'm. Men bolgarkani o'zi 700 ming sotiladi. Batareykalik, bu ham turkliklar bilan ali solishtirib o'tirmang. Ham shurporti bor, ham bolgarkasi bor, 450 ming so'm narx. Endi o'sha super bo'lgan 5 shotishli shurportlarning ham narxini suv tekin narxda tushiramiz. 5 shotishli bu suv ichiga ham ishlaydi. Sifati zo'r, ikki xil funksiyasi bor. Batareykasi ham 48 vatli. Bu narxini 280 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, xohlaganlar uchun bosh firma, xohlaganlar uchun mana Devalt firmasiga tegishlisi bor. Faqat vashli mochni chiqadi. Mandagi komplekt nasatkalari ham tekinga qo'shib beriladi. Sifati zo'r bo'lgan, endi original bo'lgan shurportni yangilangan variant kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin, garantiyli talonlari bor. O'sha hammaga mashhur bo'lgan molotoklik shurportimiz mixamiq o'qsangiz bo'ladi, suv ichiga ham ishlaydi. Eng qizig'i 3 xil rejimdagi kelgan molotok, oddiy mana 3 xil molotok funksiyalari ham bor. Mana bemalol ishlatsangiz ham bo'ladi. Ko'rsatib ham o'tamiz mana. Juda ham sifati mo'shni chiqadi. Eng qizig'i mana bunda oldingilarda oddiy zaryadchik bo'ladi. Bularda endi bistro zaryadchik qo'shib beriladi. Bistro zaryadchiklari bilan bo'ladi. Bu oddiy mendaqa ko'rib turganingizdek, mendaqa oldingilarda mendaqa kichkina zaryadchik kelardi. Ulardan ham bor. Mendaqa suqsangiz bo'ladi. Bunga 2 xil повреждениеda ketadi. Bunda suqsangiz ham bo'ladi. Hozirgilari bistro juda ham tez so'ldiradigan zaryadchik solib qo'yasiz. O'zida suqiladigan. Sifati vaqtin bomba chiqadi. Endi hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Videoni cho'zmay narxini ayting deganlarga narxi o'zgardimi? 250 ming so'mdan olardik deyish mumkin. Yo'q, buni shuncha funksiyani qo'shdik, lekin siz aziz vatandoshlarga buni aksiya qilib qo'yamiz. 350 ming, 400 ming so'm sotilgan 5 shotishli shurportni narxini 250 ming so'mdan qilib beramiz. Ulgurda. Xohlaganlar uchun Ubay firmasiga tegishli, xohlaganlar uchun mana Biot firmasiga tegishli ham bor. 3 xil funksiyasi bor. Narxi 250 ming so'mdan 3 xil funksiya bor, bistro zaryadchik bor, eng qizig'i garantiyli talonlari ham bor. Narxini 250 ming so'mdan olib ketishingiz mumkin. Nima deyapti? Eng qizig'ini aytsak, mendaqa qalin batareykalik bistro zaryadchigi bor ham kelgan. Buni ham narxini suv tekin narxda tushiramiz. 3 ta funksiyasi bor. Batareykasi qalin, indikatorlik. Eng qizig'i mendaqa original bistro zaryadchigi beriladi. Bunda ham 2 xil zaryadchik ketadi. Perchatkasi ham qo'shib beriladi va original nasatkalari ham qo'shib beriladi. Bunda ham 3 xil funksiyasi bor. Narxini bor yo'g'i 350 ming so'm qilib beramiz. Oldingi Vipskadagisini ham 350 ming, 400 ming so'm sotardik. Oldingi Vipskadagisini kelganlarga narxini 275 ming so'm qilib beramiz. Skidkani bombasiga tushirdik. Bu ham qalin batareykalik. Mana ko'rishingiz mumkin, indikatorli. Vashin sifati bomba chiqadi. Narxi 275 ming so'm. Ulgurida tezroq kelamiz va arzon narxda olib ketamiz. Endi mana 4 tasi birda bo'lgan instrumentlarimizni ham narxini suv tekin narxda tushiramiz. Juda ham kuchli. Buni gaykayortlari ham baquvvat bo'ladi. Kichkina gaykayor emas, katta gaykayor mana. Batareykasi ham endi katta volt yozilgan, ancha baland. Lekin o'zi aslida 20 volt beradi. 4 amperaj sifati vashli mo'shni chiqadi. Ko'rib turgan 4 ta instrumentni 1,5 million sotardik. Hozirgi kunda 1 million 200 ming so'mga kelib, mana shu 4 tasi bittada instrument olib ketishingiz mumkin. Endi hamma so'rayotgan instrumentimizdan keldi, ya'ni 6 ga 1 nabor so'rashayotgandi. Makita brendiga tegishli. Bunda nimasi chiqadi? Mana bitta olib ko'rsatamiz. Tagidan boshlaymiz. Mana tagida birinchi funksiyasida qarang, 4 ta batareyka, 2 ta bistro zaryadchik, bitta emas, bitta 2 ta bistro zaryadchik. Pcholkasi bor, perforatori bor, arrasi bor, shurpovort, gaykayor, hamma narsasi bor. 6 ga 1 deyiladi. Pcholkalarni ishlashi vashin bomba chiqadi. Bunga 2 xil disk ketadi. Ham 110, ham 125. Toza 110lik emas. Masalan, oddiy pcholka sotib olsangiz ham 110lik disk ketadi. Bularda 125 ham ketadi.
Buni narxi qiziq bo'lishi mumkin. Narxini juda ham arzon narxda tushirdik. Buni o'zi oldingi videolarimizda ham 2 milliondan oshiq 1 million 950 ming qo'yganmiz. Endilikda narxi 1 million 880 ming so'mga mana shu 6 tasi birda bo'lgan, sifati zo'r bo'lgan instrumentni olib ketishingiz mumkin. Juda ham arzon narxda. Bu zaryadchidan ikkita, bitta emas, bir xillarida bitta bo'ladi. Bularga ikkita zaryadchi qo'shib beriladi. Mana shunaqa sifati zo'r bo'lgan instrumentlarni arzon narxlarda xarid qilaman desangiz, Mototos kanaliga obuna bo'lib qo'yasiz. Videomiz yoqsa like bilan podpisatsiyani bosib qo'yasiz. Manzillarini tushuntiraman, telefon raqamlarini ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Ya'ni manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan. Telefon raqamlarimiz 99 576 37 37, 95 816 94 94. Sobir Rahimov metroni hamma biladi. Do'mrobod bozorini qarama-qarshi tarafida mana Zenner savdo majmuasi bor. Mototos do'konidan tezroq kelib, xarid qilib olib ketadigan joyi.